Galtarni balkim tanirsiz. Hech bo'lmaganda ismini qayerdadir eshitgan bo'lishingiz mumkin. U iblis, odamlar shunaqa deydi. Undan tashqari, bu yerda oq-qoradan ko'ra ko'proq rang bor. U haqidagi hikoya butun dunyoga yetkazilishi kerak edi. Oyi, ular o'rmonga ketishdi. Ular halokatga mahrum bo'lishdi. Men u yoqda xavfli maxluqlar borligini aytdim, lekin ular menga quloq solishmasdan Galtar ortidan ketishdi. Galtar, Hoy, to'xta. Bolalarni endi qaytara olmaysan. Ayollarni yo'qotish qoluvdi. O'tkazmayman. Galtar! Galtar, biz bilan o'yinsanmi? Kim tutsa g'alaba o'shaniki. Yutdim. Sen meni og'ritding. Men seni yeyman. Bo'la qol Kabatin, yo'lda yotma. Yo'qsa seni qandaydir indidrak bosib ketadi. Tentaklar, sizlar umuman nima sodir qilganingizni tushunyapsizlarmi? Bu bir qishloqdan ikkinchisiga ko'chib o'tib o'zidan faqat ocharchilik qoldiradigan maxluq. Sizlarni jazosiz qoldiraman deb o'ylab ham ko'rmang. Rostdan ham Kabatinni o'g'ilchasi buni qilganiga aminmisan? Biroq buni badalini kimdir to'lash kerak edi. Bu asos Kritorvalni o'ldirmaslik kerak edi. U aqldan ozadi. Qayergadir tashlab yuboringlar, keyin o'ylab ko'ramiz. Jasaddan qutulgan bo'lsak-da, bu Kritor qotilni izlashidan to'xtata olmaydi. Keling barakayni unga yem qilamiz. Yoki u, yoki biz. Qanday qilib? U bolalaringizni qutqarib qolganini unutdingizmi? Bu bizni nimaga duchor qilganini qara, Kabatin. Endi butun qishloq qarg'ish ostida. Biz bolangni yo'qotish qanday qiyin ekanini bilamiz. Shuning uchun adolatli qaror chiqargan holda ikkingizni ham quvg'in qilamiz. Haromlar, bu uchun hali javob berasizlar. Yo'q, ma'bud shaxsan o'zi jazolaydi sizlarni. Oyi, Nima? bu kim? Yaxshi amakimi yoki yomon? Kabatin va o'g'liga bunday qilmagan ma'qul edi. Ularga nima bo'lishini kim biladi? Nolishni bas qilib ishingga qayt. Uning farzandi bizni saqlab qoldi-ku. Bu qishloqni qutqarish uchun yagona chora edi. Ona taqol, hozir ularning suyaklarini tishini orasida chaynalib ketgandir. Oh, Nima balo? Xo'sh, o'ynaymizmi?
sen meni qahramonimsan. Oh, shunday farzand istayman. Xizmatingizga tayyorman. Barakalla Galtar. Shunday qilib yosh Galtar o'z yo'lini tanladi. Jang san'ati va itoatkor maxluq. Ko'plab dushmanni tormor etdi u va bu o'lkalarga ham nihoyat tinchlik keldi. Jodugarga ko'z tashladi u. Osmonlarda parvoz qildilar ular. Kun o'tar o'tmas ularni to'yi ham bo'ldi. Ba'zan butun jahonga tarqaldi. O'shandan buyon uning o'zga tomoni ochildi. Uning uchun oila shon-sharaf va g'ururga aylandi. G'azab olovi o'chdi unda chunon. Muammo kirib kelgunicha uni uyi tomon. Syurpriz! Sen meni bilmasang kerak, lekin men sen uchun ba'zi uyushtirmoqchiman. Uyingda yo'q bo'lganing tufayli men oilangni taklif qildim. Xarita bo'ylab kel va bizga tezroq qo'shilgin. Aytgancha, qilichingni o'tkazishni unutma. Qaddar. Salom Galtar, meni ismim Qatar. Biz seni kuchdan o'lay yozdik. Qanchadan beri sen kabi jangchini kutayotgandik. Qani ular? Agar ularga nimadir qilgan bo'lsang, Chim. Ular hech narsaga muhtoj emas. Menga ishon. Agar ularni yana ko'rishni istasang, kel birga raqsga tushaylik oldin. Yo'q. Bo'la qol. Aytdim-ku, ular hech narsaga muhtoj emas deb. Xuddi shunday. G'azabing o'sha qolsin. Men senga biroz yordam qilaman. Jirkanchi maxluq, nimaga bunaqa qilding? Chunki u g'azab bilan oziqlanadi.
Menga nima bo'lyapti? Nihoyat, men ozodman. Jahannamda ozodlik yo'q. Ana endi o'zi qo'riqlagan yurtda dahshat, qo'rquv va qon egalik qiladi. La'natlangan Galtar o'z vaqtini kutmoqda. Предупреждение смельчакам. Кому-то это может показаться хорошей затеей, но не стоит беспокоить этого воина. А то и тебя насадят на кол.